أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برشا عالملارنى يكتنبر قلب برشا عالملارنى تربيلب ترشا برشا ربزن ربز إلهبز بغان الله سبحانه وتعالى حمد سنة برشا مقتول ربز بصن حمد عالملارنى رحمة إشن جبار المش پیغمبر بس محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جاكم ولا ربزن نشكتور النشر كان صلوات شريف لربز بصن Haj derslerining boshlov maqsadi shunda edi. Oldingi yillarda hajda bo'lib, qo'y bir tajribalar orqali xalqning g'ilimsiz barg'ash, nindi xatolar yasaganliklarini ko'rib, ham nindi og'irliklar bilan uchrashganliklarini ko'rib, shu og'irliklarni kelasi yillarda ko'pga azaytirga tirishu maqsadi bilan boshladik haj darslarini. Ham umuman olganda kishi nindina g'amalni boshlasa da, ol g'amalni ishlar oldindan onun turunda ilm olirga tiyish. Bu turda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadisi bor. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslimatin dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Ilm talab etu farz har musulmon erga ham muslima xotin qizga. Ham bu ilm talab etu degan so'zda bunda g'alimlar anlatadilar, talab etu shul ilmni qo'ysisi bilan sen uchrashasan. Şuna göre hajga barırga tilagan kishiga haj ilmin olu farz bo'lib tura. Ya'ni ul majburiy bilirga tiyish haj ilmin andagi xatolarni yasamas uchun. Şuna göre haj darslari olib boruning birinchi shul maqsadlaridan bo'lib tura. Endi albatta Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu hadisine to'g'ri keluvi ham shulay endi hajiylar yolg'ishmasin, xatolanmasin uchun. Dərslərimiz elhamdülillah hər yakshanba kuni saat 8-də başlana, ham 1 saat davomida bora. Dərsga yuruvchilar soni turlicha bo'lib tura, ya'ni kimi deb aytmas edim, lekin o'rtacha sonda, ya'ni nishik boshlaganda ko'p xalq yuriydi, ham shuluq ravishda yuriylari. Elhamdülillah Alloh taolo rahmati bilan Әлеге İran'a biz tirenrak edip fiqh meselelerin hem inşallah bulaşak fiqh meselelerin uzmandan sonra şolay günde ruhi yaknada İran'ı bulaşak. Çünkü haj amelinde iki yaknada İran'ı mecburi. Bu fiqhni yani haj kılı tertiben ders ettirip hem şolay ruhi yak bu indi ihlaslılıkını arttırı, Allah rızalığı için bulan amelimizni arttırı, takvalıkını arttırı işleri şu derslerini inşallah şulay yok bizim bulaşak. Derslerini alıp baru bizim maksadımız inşallah haj jitkençiga kadar hatta fiqhtan temalarını to'lasıncha o'zib bitsek de yanadan qaytarib baribir yanadan o'zashak biz inşallah. Hem şulay yok taqdim aytasi kela o'quvchilarga hatta temalarni to'lasıncha o'qib bitsangiz de men ani bilam deb o'ylab hali darsni to'xtatirga tugul. Chunki ikkinchi topqir shu darsga kirsangda baribir yangi narsa eshitacaksiniz, baribir yangidan eshitgan kebek bo'lacak. Shunga ko'ra ularni tiranroq o'rganish uchun ularga endi hajga qadar yersangiz inshaalloh xayrliroq bo'lar edi. Bizning alhamdulillah haj darslarini yurishlarimiz bu ko'proq uli yoshdagi kishilar deb aytar edim, lekin shulay o'rta yoshdagi kishilar da bor, ham yoshlarda bor. Yaqincha 25-30 yoshdan boshlab qo'yadir 60-70 yoshlarga qadar bo'lgan kishilar yuri haj darslarini. Ham darslar foydalimi yo'qmi degan savolga aytar edim, albatta bir nindi sheksiz dars har vaqt foydali. Nindigina ders olsangiz da islom ilmi turida nishikkina ko'pmagina vaqt o'tkazsangiz da hatto yodlay olmadim, to'lasıncha o'rgana olmadim deb o'ylasangiz da har bir darsning foydasi bor, bir qachonda foydasiz bo'la olmaydi. Alhamdulillah kelajakda inshaalloh bizning maqsadlarimiz bor. Tag'in darslar, yangi darslar boshlarga Alloh nasib etsa, g'ayla darslarini da shulay yo'q bosim yasisi kela. Yoshlarning ni ishin ilanmov sabablari, yaisa ilanib da ayrılığı sabablari, ham g'ayladan ishin baxt
сәгадәт хис итмәү сәбәпләре турында да бераз дәресләр алып барырга исәбебез бар иншалла. Ләкин бу хаҗ дәресләреннән тыш һәм аның вакытына иншалла туры килмәячәк. Аллаһ субханаһу ва тааля һәрберебезгә файдалы гыйлемнәр алуларыбызны насыйп әйләсә иде. Һәм һәрберебезгә алган гыйлемнәребезне гамәлләребездә куллануларыбызны насыйп әйләсә иде. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.